Assalomu alaykum. Meni ismim Abdulaziz. Avto O'zbek kanaliga xush kelibsiz. Mana Germaniyada bahor kelib, havolar ham isib qoldi. Endi qishki balonlarni yozgi balonlarga almashtirsak ham bo'ladi. Mana shu jarayonni bugun birgalikda sizlar bilan bajaramiz. Balonlarni almashtiradigan mashinamiz Mercedes-Benz C-Class 2009-yilniki universal model. Xo'p, qishki balonlarimiz 16 lik balonlar. Bu 16 liklar endi xuddi shunaqa 16 lik yozgi balonlarga almashtiriladi. Yozgi balonlar aytib o'tganimdek 16-razmerli balonlar. Bular Nexen'niki komplekt balon. Akkuratni qilib o'rab saqlash uchun olib qo'yilgan, salofanga o'ralib. O'rnatishdan oldin albatta tekshirib ko'rish kerak profilini. Ko'zimiz bilan o'zimiz bilan tekshirsak o'lchamasdan ham ko'rinib turibdiki, balonlar hali yangi, chunki bular faqat bir sezon yurgan, o'tgan yilgi yozgi sezonda. Balonlarimizni almashtirishda bizga bir necha uskunalar kerak bo'ladi. Birinchisi bu domkrat. Bizda hozir gidravlik domkrat. Bu bilan albatta mashinani ko'taramiz. Keyingisi akkumulyatorli, ya'ni batareyali shuruppovert. Bu bilan boltlarni yechamiz. Boltlarni yechishimizga yordam beradi. 400 Nm bemalol yetadi uni kuchi. Undan keyingisi dinamometr, ya'ni bu bilan balonni o'rnatganimizdan keyin boltlarni maxsus o'zini Newton metrda qo'tirishimizda kerak bo'ladi. Mana avtomobil, qishki balonlar, yozgi balonlar va asbob uskunalarimiz bilan qisqacha tanishib oldik. Endi ishga kirishsak bo'ladi. Xo'p, mana men ishni o'ng tomonni oldingi balondan boshladim. Birinchi qiladigan ishimiz darrov domkrat qilib sразу mashinani ko'tarmaymiz, chunki mashinani ko'targanimizdan keyin boltlarni yechadigan bo'lsak, boltlari qattiq bo'ladi. Qattiqligi bilan sababli mashinani silkitib, chayqatib, domkratdan chiqarib yuborishi mumkin. Juda ham xavfli. Shuning uchun birinchi qiladigan ishimiz mashina shunday turganligida domkrat tiqmasdan boltlarni bo'shatamiz. Ya'ni to'liqligicha bo'shatib yechib bo'lmaymiz. Unda balon chiqib ketish xavfi bor. Birinchi boltlarni sal bo'shatib olamiz. Bu uchun mana elektron shuruppovert bilan hozir shuni bajaramiz. Boltlarni yechishda soat strelkasiga teskari ravishda aylantirsak, aynan Mercedes-Benz'ning boltlari shunday tarzda yechiladi. Men hozir bularni to'liqcha yechib olmayman, sal bo'shatib olaman. Чтобы domkratni keyinchalik tiqqan paytim sal bo'shashi, balon chiqishi oson bo'lishi uchun. Birinchi yaxshilab o'rnatib olishimiz kerak. Birinchisi bo'shadi, ikkinchisini ham bo'shatib oldik. Uchinchisi to'liq chiqib ketmasligi kerak. To'liq chiqib ketib qolsa balonni domkrat tiqqan paytimda chiqib ketish xavfi bor yoki mashinani bir tomoni osilib qolish xavfi bor. Shuning uchun sal bo'shataman-da, oxirigacha chiqarib olmayman. Boltlar bo'shagandan keyin endi mashinani domkrat tiqib ko'tarsak bo'ladi. Bundan oldin domkrat ko'tarishdan oldin ehtiyot bo'lish kerak. Har bitta avtomobilni ikkita oldin qismida va ikkita orqa qismida domkrat tiqib ko'taradigan joylari bo'ladi. Domkratni ya'ni to'g'ri kelgan joyga tiqib ko'tara olmaysiz, chunki ba'zi qismlari mashinaning vaznini ko'tarishga moslashmagan. Ya'ni siz domkrat tiqsangiz o'sha noto'g'ri joylarga unga zarar yetkazishingiz mumkin korpusiga. Shuning uchun aynan o'sha joyga tiqib, to'g'ri joyiga, o'zi belgilangan joyiga domkrat bilan ko'taramiz. Men hozir domkratni aynan o'sha joyiga topib joylashtirdim. Endi sekin ko'tarib ko'raman. Hop. Aynan joyiga joylashdi. Endi avtomobil ko'tarishga tayyor. Lekin ko'tarishdan oldin ham bitta narsaga ishonch hosil qilish kerak. Domkrat tiqqaningizda tagi qattiq va tekis bo'lishi kerak. Chunki agar tagi qattiq va tekis bo'lmasa, sirpanib chiqib ketib, mashinada ishlayotgan paytingiz mashinadan tushib ketish xavfi bor. Shuning uchun bu juda ham muhim, xavfsizlikka e'tibor berishimiz kerak. Tagi qattiq va tekis joyda ishlaymiz. Balon almashtirganda ham yoki boshqa umuman mashinaning tagida ish qilayotgan paytimiz. Mashina ko'tarishga tayyor, domkrat joylashdi. Endi ko'taramiz. Ko'tarishda ham juda ham ko'p ko'tarib olish shart emas. Biz buni qanaqa bilamiz, qanchagacha ko'tarilganligini? Balonni aylantirgan paytimizda balon bemalol aylana olishi kerak. Balon bemalol aylana olganda degani, demak balon yechishga tayyor bo'ladi. Shuning uchun aynan o'sha holatgacha
mashinani ko'taramiz. Yana bir narsani aytib o'tishni esdan chiqardim. Mashinani domkrat qilib ko'tarishdan oldin ruchnoga qo'yish kerak, ya'ni qo'l to'rimizni ko'tarib qo'yishimiz kerak. Mashina yurib ketib qolmasligi uchun domkrat turgan paytda. Bu ham yana bitta keyingi xavf-xatar. Mana ko'ryapsiz, balon уже aylanyapti. Bu degani balon bemalol chiqa oladi. Tagida joy bor. Mashinani balonni chiqarishimizga, men yana ham ishlashga qulayroq bo'lishi uchun, yaxshiroq joy bo'lishi uchun domkrat yana ozgina ko'taraman. Hop. Tagida 2-3 sm joy bor. Bu degani bemalol balonni olib, yana yozgi balonni tiqib ishlay olaman. Xo'p, endi mashina ko'tarilgandan keyin boltlar yechib, balon yechilishga tayyor. Endi balonni bemalol yechib olsak bo'ladi. Hop, qishki balonni chekiga olib qo'yamiz. Yozgi balonni hozir olib keldim. Endi yozgi balonni qo'yishimizdan oldin, bu hozir juda ham bir yaxshi imkoniyat avtomobilni tormozlarini ko'rish uchun, ya'ni qaysi holatdaligini, ancha ishlatilganmi yo ko'p ishlatilmaganmi, holati qanaqa. Hozir mana shu holatda balon yechilganda yaxshi mana shu bahonada ko'rib olsak bo'ladi. Xo'p, tormozni ahvolini, ya'ni holatini ko'radigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek, birinchi diskani ko'radigan bo'lsak, diskani men ushlab ko'ryapman. Anaqada telefonda bilinishi qiyin. Mana bu yerda teslagan ko'rinayotgandir. Ancha ishlagani ko'rinib turibdi. Ishlagan bo'lishiga qaramasdan, bu hali mana haqiqiy qalinligini ko'rsangiz, ancha qalin. Bu tormozda hali ancha ishlatsa bo'ladi, hali ancha yuradi. Diskani ahvoli yaxshi holatda. Keyingisi esa kalotkasi. Kalotkani ko'ryapsiz. Kalotkani ahvoli, mana fokus qilaman, yaxshi ko'rinsin. Mana kalotka qisib turibdi. Mana chekkada mana kalotkasi. Ko'rib turganingizdek, hali kalotkani ancha umri bor. Bu degani oldin tormozlarimiz yaxshi ahvolda. Bilasiz, mashinaning 70% tormozini sekinlashiga oldin tormozlar xizmat qiladi. Tormoz sekinlashishida, shuning uchun bunga ahamiyat berish juda ham muhim. Endi keyin qiladigan ishimiz, mana bu qismida bilasiz, balon keladi. Balon ya'ni shu qism bilan yopishadi. Yopishib boltlar qattiq bo'ladi. Shu qismini hozir mana bu qismni ham qo'ldan kelgancha zangdan tozalashimiz kerak. Chunki balon doim tekis, to'g'ri, hech qanaqa g'adir-budirlarsiz mashinani mana shu qismiga o'tirishi kerak. Shuning uchun hozir bu qismini men ozgina zangdan tozalayveraman. Mana bu ko'rasiz, mana bu apparatimizda har xil, bu to'g'risida qanaqa nomlashni bilmayman, o'zbekchada nima deydi. Lekin mana shu simli uskunada moslamada mana bu qismni tozalayveramiz zangdan. Balonni o'rnatishdan oldin bitta narsani aytib o'tishim kerak. Bilasizlar, har xil avtomobillarni har xil nima deydi, privodi bo'ladi. Bu degani orqasi tortadigan mashinalar bor, oldin tortadigan mashinalar bor. Menda masalan Mercedesda hozir orqasi tortadigan. Bu degani o'tgan yili bu yozgi balon qishki balonga almashtirilgan. Ya'ni yozda bular qish kelganda bular yechilganda bu orqada o'ng tomonda turgan. Buni qayerdan bilaman? O'tgan yil ustalar balonlarni almashtirgan payti nemischalar bunga har bitta balonga, aslida har bitta balonga belgilab qo'ygan. HR qilib qo'ygan. Hinten rechts. Ya'ni bu degani orqa o'ng tomon. Bu degani o'tgan yil yozda mana shu yozgi balon orqa o'ng tomonda ishlagan. Endi bu sezonda men bu orqa o'ng tomonda yurgan bo'lsam, men buni orqadan oldinga olaman. Ya'ni bu degani o'tgan yil yozgi sezonda bu balon
ancha xizmat qilib, ancha ishqalanib, orqasi tortganligi uchun ancha ishqalanib yilangan. Hali holati yangi, lekin shunday bo'lsa ham buni men oldinga tashlayman. Bundan maqsad, asosiy maqsad hamma balonlar bir xil yelanishi kerak. Ya'ni bir xil nima deydi? Ishqalanib, bir xilda xizmat qilishi kerak. Bo'lmasam, agar buni qilmaydigan bo'lsangiz, agar mashinangiz orqasi tortadigan bo'lsa, orqa balonlari juda ham ko'p yilanib ketib qolishi mumkin. Ya'ni oldin balonlar yangidek turmaydi-yu, lekin o'sha orqasi tortadigan mashina orqa balonlar ko'p yilanib ketib qoladi. Shuni kamaytirish maqsadida hamma balonlar orqadagi oldinga tashaladi, oldindagi orqaga tashalib almashtiriladi. Men xuddi shu tarzda, bu hozir men oldin o'ng tomon misolda ko'rsatdim. Xuddi shu tarzda men boshqa balonlarni ham shu tarzda almashtiraman. Har bitta avtomobil egasi biladi, haydovchi biladiki, balonlar doim balansировка qilingan bo'lishi kerak. Ya'ni bu degani mashina balon balansировка qilingan bo'lsa, yaxshi, to'g'ri bir xil tarzda hamma qismi bir xil yelanadi. Ya'ni keyin bundan tashqari tormozda ham ta'siri bor. Yelanishiga ham ta'siri bor. Shuning uchun balon o'rnatishdan oldin balansировка qilingan bo'lishi kerak balon. Bu balon o'zi o'tgan yozda balansировка qilingan. Balansировка qilinganini qayerdan bilamiz? Mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, har xil kichkina har xil balansировкani nima deydi? Har xil grammlik metallar yopishtiradi. Balon bir xil tarzda aylanishi uchun, ya'ni bir xil balansda aylanishi uchun o'sha metallar yopishtirilgan. Undan keyin bu orqaga masalan balon bir sezon xizmat qilgan. Bu degani undan keyin qish kelganda olib qo'yilgan, yechib, balonda hech narsa o'zgarmagan, yangi masalan shina qo'yilmagan, diskasi hech narsa o'zgarmagan. Shuning uchun men o'ylaymanki, buni hozir balansировка qilishga hech qanday hojat yo'q. Balonni to'g'ridan to'g'ri olib endi o'rnatsak bo'ladi. Balonni hozir o'rnatganda to'liq qattiq qilib qotirib tashlamayman. Birinchi balonni anaqasiga ildiramiz. Ildirib oldik, o'zini o'rnashadigan joyiga. O'rnashgandan keyin boltlarini tiqib, birinchi boltni tiqib, salgina qotirib olamiz. Joyiga o'rnashishi kerak. Ushlab balonni yaxshi ushlab turish kerak. Ushlab turgandan keyin balonni ushlab demak, xo'p, bolt kirmaydi. Bu degani demak, men boltning o'rniga joylashtirmaganman. Aynan kiradigan qilib tochning joyini topib o'rnatamiz. O'rnatgandan keyin bolt muammosi kirishi kerak. Mana kirdi birinchi bolt. Muammosiz kirgan boltni o'rniga sirazi salgina kiritib qo'yamiz. Shunday balonni ushlab turish uchun qolgan boltlarni ham tiqamiz. Bularni ham sal o'rnatamiz. Oxirigacha qo'tirganim yo'q. Ko'rib turganingizdek balonlar boltlarini oxirigacha chunki qo'tirilmaydi. Buni o'zini qo'tiradigan newton metri bor. Hali ko'rsatdim. Dinamometrlik ключda bular o'zini newton metr bo'yicha qo'tirilishi kerak. Xo'p. Hozir shunchaki balonni ushlab turish uchun xolos ilintirib qo'ydim. Domkrat bilan tushirgandan keyin newton metrli dinamometrda bularni qo'tirib chiqamiz. Xo'p, endi domkratni sal bo'shatib, endi balonimizni sekin pastga tushirsak bo'ladi. Mana domkrat bilan mashina yerga tushirib oldik balonni. Endi balonni newton metrlik, ya'ni dinamometrlik ключda qo'tirsak bo'ladi balonlarni. Mercedes-Benz 130 dan 150 newton metrgacha bu shu boltlarga yozgan, ya'ni shunaqa qilish tavsiya etadi. O'sha tavsiyasiga binoan biz endi buni qo'tiramiz. 130 newton metr bilan qo'tirayotgan qayerdan bilaman? Mana bu ключda ko'rsangiz kamerada ko'rinibdi, umid qilaman. Mana 130 bilan 0 mana bu chiziqda kesish kerak. 130 bilan 0 ungacha mana burab o'shagacha chiqarganman. Chiqarganda bu degani
Mana shu holatda yana bitta burashim kerak ekan. Mana 0 bilan 1.30 o'sha chiziqda kesishgan joyda bu ключ 1.30 Newton metrni yetkazadi. Endi shu tarzda 1.30 bo'lgandan keyin bular boltlarni qotirib chiqsak bo'ladi. Soat stelkasi bo'yicha. Uni qotganini qayerdan bilaman? Mana tiq qildiki, уже bu yoqqa o'tmaydi. Ya'ni bu yoqqa 1.30 Newton metrdan yuqori kuchini yetkazmaydi. Bu degani bolt 1.30 Newton metr kuchga yetdi degani. Mana qirs qildik, bu yoqqa qancha burasak ham o'tmaydi. Mana bunisini ham 1.30 yetkazdik. Keyingisini ham yetkazdik. Oxirgisi qoldi. Oxirgisi ham 1.30 ga yetdi. Mana oldin o'ng tomon qishki balonni yozgi balonga almashtirganimni ko'rdingiz. Endi xuddi shu tarzda men boshqa balonlarni ham almashtirib chiqaman. Aytib o'tganimdek, mana hamma qishki balonlar yozgi balonlarga almashtirib chiqdim. Sizlar qishki balonlarni yoniga o'tkazib qo'yganman. Ularni yig'ishtirib olaman. Yana mashina endi hali tayyor emas. Yana bir ish qilishimiz kerak. Bu ham degani balonlarni damini tekshirib chiqishimiz kerak. Ya'ni ular qish bo'yi yozgi balonlar saqlanganda ularni dami chiqib ketgan. O'sha uchun o'zida ko'rsatilgan, ya'ni Mercedes o'zi aytgan bosim bo'yicha o'sha damlab qo'yamiz balonlarni. Xo'p, balonlar qaysi darajada damlanishini ko'rish uchun orqa bakni ochadigan bo'lsak, mana benzin bakda, ya'ni mana dizel ko'rsatib qo'ygan. Agar mashinada 3 kishi bo'ladigan bo'lsa, kam yuklanadigan bo'lsa, ko'ryapsiz, oldini ham orqasini ham 260 kilopaskalda yoki 100 kilopaskal bir barga teng bo'ladi degan, ya'ni 2.6 bar bilan damlasak bo'ladi. Agar mashinada ko'pchilik chiqadigan bo'lsa yoki yuk tashiydigan bo'lsa, ko'ryapsiz, 270 yoki 2.7 bar oldinni qilish kerak, orqasiga 350 bar yoki 350 kilopaskal dam berish kerak. Men mashinani faqat o'zimning o'ylam uchun ishlataman. Kichkina o'ylam bor. Bu degani men ko'p yuk yuklamayman mashinaga, shuning uchun orqasini ham, oldini ham 2.6 bar qilib damlab qo'yamiz. Mashinani damlash uchun menda dam berish uchun bunaqa uskuna bor. Juda qulay. Buni akkumulyatorga o'tirib qolgan payt mashinani yoqishga akkumulyatorni ishlatsangiz ham bo'ladi. Bu yoqib beradi mashinani, jump starter deydi. Bundan tashqari mashinaga dam berishdan ishlatsa bo'ladi. Masalan, hozir bu yerda men velik rejimni, har xil rejimlari ham bor. Rejimlardan men xo'p, bu koptok, bilmadim nimaligini, mashina rejimiga o'tamiz. Xo'p, bar turibdi, 2.4 barga qo'yilgan. Buni 2.4 bardan ko'rganimizda 2.60 ga ko'taraman men. 2.60 bilan dam bersak bo'ladi. Bundan tashqari bu juda ham qulay uskuna. Buni power bank qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Yo'lda telefoningizga zaryadka bersangiz bo'ladi. Bu bilan bundan tashqari o'zini sveti ham bor. Bizdan bosib tursangiz, bir joyga kechqurun qolib ketsangiz, hozir kameradan uncha yaxshi yoritmayapti, yaxshi ko'rinmayapti kunduz kuni. Atak juda ham yaxshi yoritadi. Shuni ko'p funksiyali mana shunaqa power bank yoki jump starterni ishlatsangiz bo'ladi. O'zini havosi bilan qish bo'yi saqlangan yozgi balonlarni ko'rdingiz. 2.35 edi. Atib yoqamiz. Rejimga o'tamiz. Nasos rejimiga 2.35 bo'lib qolgan. Qishda saqlanib, endi shuni oxir 2.60 gacha ko'tarib qo'yamiz. Bu uchun nasos belgisini bossak 2.60 chiqaradi.
260 ga yetganda o'zi avtomatik tarzda to'xtaydi. Albatta buni nasoslaganingizdan keyin ishonch hosil qilishingiz kerak, havo chiqayotgan chiqmayotganligini. Mana hozir ko'rsatgan tarzda hamma balonlarga 2.6 bar bilan o'sha damni urib chiqdim. Mashina endi tayyor harakatlanishga haydab ketsak bo'ladi. Lekin yana bitta muhim ish qoldi. Eng oxirgi ish. Buni hozir qilish kerak emas, u keyin qilinadi. Bu ham ya'ni shunaqa ishki, buni nemis ustalardan o'rganganman. Avtomobil balonlar almashgandan keyin yoki umuman balonlar olib qaytib qo'yilgandan keyin, boltlari qotirilgandan keyin yana bitta qiladigan ish bor. Avtomobilni 50-60 kilometrdan keyin balonlari yana bir marta bu dinamometrlik kulchda qotirib chiqilishi kerak. Ya'ni boltlar avtomobil 50-60 kilometr yurgandan keyin mana dinamometrlik kulchda yana bir qayta boltlari qotirilib chiqilishi kerak. Bu ishni men ozgina aylanib kelgandan keyin, yurgandan keyin, ya'ni o'sha 50-60 kilometr bo'lgandan keyin bu ishni bajaraman. Balonlar almashgandan keyin bilasiz, ko'pchilik yangi mashinalarda bo'lgan kabi bunda ham balonlarni damini, ya'ni bosim bilan temperaturasini nazorat qilib turadigan sistema bor. O'sha sistemani kalibrovka qilishimiz kerak. Buning uchun bosh menyuga o'tamiz, glavniy menyuga. Glavniy menyudan servisga kirib, servisdan Rayfinga kiramiz. Rayfin degani bu balonlar degani, ya'ni g'ildiraklar. Unga kirib, xo'p, hozir ko'rsatmayapti. Buning uchun almashgan ancha ko'rsatmayapti, chunki sensorlardan, ya'ni almashtirilgan qishki balonlar sensorlaridan hech qanaqa signal kelmayapti bu yergacha. Shuning uchun hozir pastga tushsak, hozirgi balonlardagi sensorlardagi qiymatlarni kalibrovka qilaymi deyapti. Shuning uchun OK'ni bosamiz. Xo'p, kalibrovka qilindi. Kalibrovka qilingandan keyin bunaqa yozuv chiqadi. Bu degani avtomobil yurgandan keyin biroz daqiqa, bir necha kilometr yurgandan keyin sensorlardagi o'sha bosimni va temperaturani qiymatlari bu yerga ko'rsatiladi. Shuning uchun biroz vaqt kerak, mashina biroz yurishi kerak. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Sizga yordam beradigan umiddaman. Germaniya haqida, avtomobillar haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha katta rahmat.